Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar informatsion dasturi, studiyada Jasurjon Devxonov. O'zkimyo sanoat aksiyadorligi jamiyatida ochiq eshiklar kuni tadbiri tashkil etildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tadbir jamiyat faoliyati ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, aholini sohaga oid yangiliklar bilan tanishtirish maqsadida tashkil etildi. Unda jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida olib borilayotgan ishlari, ichki nazorat tizimi, xavflarni baholash mexanizmlari, xodimlar uchun o'tkaziladigan o'quv seminarlar va profilaktik chora-tadbirlar haqida ma'lumotlar berildi. Muxbirimiz O'zkimyo sanoat aksiyadorligi jamiyatining korrupsiyaga qarshi kurashish va komplians nazorati boshqarmasi boshlig'i Murod Mavlonovdan intervyu oldi. Tizimni raqamlashtirishi faoliyatni shaffofligini ta'minlashga, inson omilini minimallashtirishga xizmat qilmoqda. Jamiyatimiz va uning tarmoq korxonalarida korrupsiyani oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar e-antikor.uz elektron platformasiga yuklanib, tizimlashtirib tahlil etilmoqda va mavjud muammolar aniqlanib bartaraf etilmoqda. Joriy yilda davlat xaridlari doirasida 2,5 mingdan ortiq xo'jalik shartnomalari o'rganilib, ehtimoliy korrupsion omillarni aniqlashga qaratilgan tekshiruvlar amalga oshirildi. Jamiyatimizga yil davomida 380 sondan ortiq murojaatlar kelib tushgan bo'lsa, ularning tahlili natijasida 12 tasi korrupsiyaga oid ekanligi aniqlanib, xizmat tekshiruvlari o'tkazildi. Tekshiruv natijalariga ko'ra 10 nafar xodimlarga nisbatan intizomiy ta'sir choralari qo'llanildi. Xalqaro CERT International akademiyasi tomonidan joriy yilda o'tkazilgan audit tekshiruv natijasiga ko'ra, O'zkimyo sanoat, Maksam Chirchiq va O'zkimyo Impex mas'uliyat cheklangan jamiyatlari korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi xalqaro standarti talablariga javob beruvchi xalqaro muvofiqlik sertifikatiga munosib deb topilishdi.